Sizlar farzandlaringga xiyonat qildilaring. Sizlar xoinsizlar. Telefon qilish Surxondaryodan. Eshitaman, yaxshimisiz? Yosh ulug' onaxon. Charchadim bolam dedi. Nimaga dedi? Ikkita qizimni uzatganman. Kattasini uzatganimga 10 yildan oshdi deyapti. Kichkinasini uzatganimga 3-4 yil bo'ldi deyapti. Kattasi eri bilan shu unga qiziqdi, bunga qiziqdi-da, eri xotin Turkiyaga ishlashga ketdi. Kattasini ikkita, kichkinasini ikkita bolasi bor deyapti. Ikkitadan. Nevaralari. Kattasini ikkita nevarasini bittasi ketayotganda 3 yosh edi, ikkinchisi 1,5 yosh edi deyapti. İstanbulga, Turkiyaga ketgan. Eri xotin ketdi deyapti. Mana bolalar yaqinda unga kiradi deyapti. Hali biron marta ota-onasini jonli ko'rgan yo'q deyapti. Faqat o'sha WhatsAppdan gaplashamiz xolos deyapti. 2 yil bo'ldi, nevaralarim onasi telefon qilsa, telefon qilmasin, gaplashmayman deb aytayapti deydi. Xudoning zorini qilyapman, qizim qayt endi bu yoqqa desam, qizim deydi, qaysidir bir kampirni boqar ekan, kuyovim mashina klubda barmen ekan deyapti. Uy olaylik dedi deydi. Uy oldi, remont qildi. Hatto mashina olib qo'yib biz deyapti. Lekin qaytmaydi. Nimaga? Ikkalasini bahonasi ozgina ishlaylik, bolalarimiz kelajagi uchun biz hujjat qila olmay ishlab yuribmiz. Hozir ketsak deport bo'lib ketib, qaytib Turkiyaga kela olmaymiz deb aytayapti dedi. Lekin o'zlarini WhatsAppga, Telegramga, Instagramga qo'ygan rasmlarini ko'raman, hech bolasini sog'inayotgan ota-onaga o'xshamaydi. Dengizma-dengiz, parkma-park er-xotin yurdi dedi. Boyaga ketayotganda o'zbek bu milliy qadriyatlarni yaxshi ko'radigan qishloqda qizi yo'q deyapti. Turkdan farq qilmaydigan bitta xotinga aylangan deyapti. Eng yomoni endi bitta bolasi gapirmay qoldi deyapti. Gapiradigan bola o'sha gapirmay qoldi. Tasavvur qilyapsizmi? Men Alloh ofiyat bersin dedim. Endi ikkinchisini eshiting dedi. Ikkinchi qizim ham turmushga chiqdi deyapti. Bittasi 1,5 yosh, 3 yosh tashlab ketgan edi, bu ikkinchisi deyapti. Eri Rossiyaga borib yurar edi. Rossiyaga ketaman dedi, qizim Rossiyaga ketsang meni ham olib ket, bo'lmasa sen shu yoqda uylanib ketasan, men keyin bu yoqda seni kutib yashaymanmi deb qo'shilib ketdi deyapti. Qo'shilib ketdi, ketayotgan paytida 2 yoshli bolasi bilan 6 oylik chaqalog'i bor edi, ikkalasini ham tashlab ketdi deyapti. 4 ta nevara boqyapman, tirik yetim deyapti. 4 ta nevara. Meni ular kuzatadi. Ana shu ikkita esi yo'q qiz bilan erlari meni kuzatar ekan. Eshitinglar. Sizlar farzandlaringga xiyonat qildilaring. Sizlar xoinsizlar. Ikkalang ham xoinsan, erlaring ham xoin. Milliard dollar topmaysanmi? Bir tin. Farzandiga 6 oylik chaqalog'iga mehr qilmagan, rahm qilmagan ayol onalikka noloyiq. Ota-onasi yig'lab gapiryapti. Gapirsa nima emish? Biz eri usta edi shu yerda. U yoqda ustachilik bilan boy bo'lib bo'ladimi? Sen boy bo'lganing nimaga kerak? Bir tin boy bo'lganing. Boy bo'lganing bir tin sariq chaqaga arzimaydi. Farzandingni hozirgi holatida yig'laydi tinimsiz. Dadam qani, onam qani deb dedi. Ana shu joyda men o'zi bitta narsani aytaman. Eshitayotgan xohlaganingday eshitganlarni xohlaganingday ma'lumot qil meni. Menga umuman qizig'i yo'q. Men uchun anu go'daklar afzal senlardan ko'ra. O'zbekistonda ish yo'q, boy bo'lmaydi, kunimiz o'tmaydi deb vaysayotgan vaysaqlar o'lmay yashayapti-ku 37 million aholi shu yerda. Uyimga santexnik chaqirdim. Bir oyda qancha topasiz deb so'radim-da. 3-4 million topaman. Nechta bola? 5 ta bolam bor dedi. Yetyapti deydi. Biragabi. Voy, rizq Allohdan. Sen kabi qayerga ketsang ham bolangni tashlab ularni yig'latib ko'zidan oqizgan yoshing u yoqdan oyiga 100 ming dollardan topganing bir tomchi ko'z yoshiga arzimaydi u pul. Mana shu narsani yaxshilab, diqqat qilib meni izohda nima deb bo'ralatib so'kishlaring men uchun umuman ahamiyatsiz. Bu 4 ta go'dak qiyomat kuni ham, bu dunyoda ham hali sizlar yoqalaringdan oladi.